O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonunning 7-moddasida korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni amalga oshiruvchi davlat organlari belgilangan. Unga ko'ra, korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni bevosita amalga oshiruvchi davlat organlari quyidagilardan iborat. Birinchisi, O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi. Ikkinchisi, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi. Uchinchisi, O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati. To'rtinchisi, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi. Beshinchisi, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. Va oltinchisi, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni qonunchilikka muvofiq boshqa davlat organlari ham amalga oshiradi. Shuningdek, mazkur qonunning 8-moddasiga asosan korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni amalga oshiruvchi va unda ishtirok etuvchi organlar hamda tashkilotlarning faoliyatini muvofiqlashtirish uchun O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha Milliy kengash tashkil etiladi.